Assalomu alaykum hurmatli darsuvchilar. Bugungi darsimizda hisobotlar bilan tanishamiz. Ya'ni o'zimizni vazifalar dasturimizda bajarilgan vazifalarni ro'yxatini, kunini va sanalari bo'yicha hisobotlarni shakllantirishni ko'rib chiqamiz. Bu hisobotlar aynan ERP ko'rinishidagi loyihalarda yoki bo'lmaganda barcha tizimlarda hisobotlar juda ham muhim qismlari hisoblanadi. Ya'ni biz fayl ko'rinishida olishimiz, PDF formatga imitatsiya qilishimiz yoki printer bilan qanaqadir ishlash jarayonlari muhim. Ododa ham bu narsani qanday amalga oshirish mumkinligini ko'rib chiqamiz. O'tgan darsimizda biz viewlar bilan tanishgandik. Odo viewlar bilan, ya'ni ikki xil view, foreign view va 3 view bilan tanishgandik. Bu darsimizda endi reportlarni viewlarga o'xshatib XMLda yasab chiqamiz reportlarni ham. Xo'p, qani ketdik bo'lmasa. Birinchi navbatda biz loyihamizni ishga tushira olishimiz kerak. Loyihani ozroq tekshirib ishga tushirib qo'ydim. Hisobotlarni ham fayllarni tayyorlab qo'ydim. Xo'p, ishga tushiramiz loyihani. Update rejimida ishga tushiraman. Loyiha ishga tushgandan so'ng bemalol yana bir tekshirib olsak bo'ladi. Misol uchun o'tgan darsda biz qilgandik done. Ya'ni mana shu qaysidir ma'lumotni qaysidir ustunidagi qiymati true yoki false bo'lishiga qarab biz decoration accessni nima qilgandik, o'sha ishlatgandik. Xudo xolasa bugungi darsimizda ham shu decoration actionlar bilan nima deydi? Decoration success yoki decoration info deb atasak bo'ladi bu narsani. Buni har xil turlari bor. Bularni ham o'tgan darsda adashmasam ko'rsatdim. Yana bir ko'rib chiqamiz. Widgetlar bilan ishlaymiz. Bugungi darsimizda mana bu deadline uchun remaining days degan widgetni foydalanamiz. Bu bizga deadline bo'lishiga necha kun qoldi, soat qoldi, qancha vaqt qoldi degan narsalarni yoki bir kun qoldi yoki ertaga yoki kecha degan narsalarni ko'rsatib beradi. Bularni bemalol amaliyotda ko'rib chiqamiz. Xo'p, reportlar uchun reportlar ham odatda XML formatdan konfiguratsiyalar joylashtiriladi. Konfiguratsiyalari ham, actionlari ham hammasi bo'ladi. Template yoziladi report uchun, hisobotlarimiz uchun va modelga bog'lanadi. Hozir men bu hisobotlarni ham misol uchun men bu to do task degan modelga bog'lab qo'ydim. Modelimiz o'sha o'tgan darsda ochgan modelimiz, oldingi darslarimizda ochgan modelimiz o'zi va hisobotning nomini vazifa bo'yicha hisobot deb nomladim va tagida shu hisobotni biz generatsiya qilganimizda qanday natija chiqishini belgilab qo'ydim. Misol uchun standart oddiy template yasaldi bu yoqda. Bu templateda HTML konteyner ichida bitta sikl ketyapti. Jinja formatda bu yoqda Jinja sintaksida ma'lumot yozilgan. As task, ya'ni docs bilan docs deganda misol uchun bu templatega men tanlagan ma'lumotlarni docs degan o'zgaruvchiga beradi. Doc bo'lsa bittalik bo'ladi, docs bo'lsa ko'p elementlarni tashkil topgan ma'lumotlar hisoblanadi. Men misol uchun ma'lumotlarni tanlasam, tanlaganimdan hammasi ro'yxatga biz Odo bu templatega beraveradi. Template buni iteratsiya qilish jarayonida sintaksni o'qiydigan bo'lsak, har bitta elementni task deb nomlagan deb o'zgaruvchi oladi. Va bu o'zgaruvchi name'ini bitta header sifatida olib beryapti. Heading 3 o'lchamda name'ini qo'ydik. Tagida ikkita paragraf ichida tasnif va muddatlari haqida ma'lumotlar beramiz. Bunga yana hali qo'shimchalar qo'shamiz. Bajarilmaganlik haqida ma'lumotni ham kiritib ketamiz yoki buni jadval ko'rinishida o'giramiz. Hozir hisobotlar bilan ozroq eksperimentlar qilamiz. Va men hisobot uchun mana action yozdim. Actionga fayl sifatida mana bu hisobotni ko'rsatdim. To do modulimizning ichidagi task report template degan template'ni ko'rsatib qo'ydim fayl sifatida. Umuman name sifatida degan bo'ladi. Name sifatida faylga shuni
qanaqa generatsiya qilsa o'shani olib beradi. Va hisobotni turini belgilab qo'ydim. QWeb PDF ko'rinishida va qaysi modeldan olish kerak bu hisobotni buni belgilab qo'ydim va hisobotni ID'sini actionda shu o'zgaruvchilarni kiritib qo'ydim. Endi navbat buni mana shu ma'lumotlarni yozganimizdan keyin bu report.xml faylini biz manifest.txt manifest faylida registratsiya qilib qo'yishimiz kerak. Ya'ni biz Odoga ko'rsatishimiz kerak har doimgidek. Biz qandaydir kod yozsak, qanaqadir o'zgartirish kiritsak modulimizga, mana shu o'zgartirishimiz modulga tegishli va ishlatiladi degan ma'noda registratsiya qilib qo'yamiz manifestga. Xo'p. Manifestga registratsiya qilganim mana viewsdan keyin qo'yib qo'ydim. Xudo xolasa bu ham bizga o'z natijasini ko'rsatadi. Xo'p. Loyihani yana bir marta qaytadan ishga tushiraman. Ishga tushirgandan keyin keyin bizga kerak bo'ladi natijalarni ko'rish. Misol uchun men hozir belgilasam print degan tugma chiqdi va vazifalar bo'yicha hisobot, ya'ni chiqdi. Misol uchun buni hozir men ishga tushirdim. Hisobotni уже 2 marta tekshirib ko'rganim hisobotga keltiribdi. Va hisobotni ko'rsatyapti mana bizga. Heading 3 da yozilgan, ya'ni heading 3 da yozilganda bu ma'lumot va tasdiq muddatlari pastda ko'rinib turibdi. Buni tagidan ikkinchi vazifani ma'lumotlari. Agar men bitta vazifani tanlab turib shuni print qilsam, aniq hisobot faylimda bittagina vazifani nima chiqadi? Ma'lumotlar chiqadi. Mana. Juda ham sodda ko'rinishda biz maqsadga erishdik. Va yana bir narsani qo'shimcha qilish kerak. Bu hisobotni PDF formatda generatsiya qilish uchun bizni operatsion sistemamizda VK HTML2PDF modul o'rnatilgan bo'lishi kerak. Dastur desak ham bo'ladi. Bu o'rnatilgan bo'lsa, Odo unga to'g'ri bog'lanib hisobotlarni generatsiya qila oladi. Hozir menda macOS operatsion sistemasida VK HTML2PDF moduli hozirroq eskirib qolgan ekan. Men buni nima deydi? Foydalanish уже to'xtatilgan ekan. 2024-yil 10-yildir dekabrda bu VK HTML2PDF moduli foydalanishdan to'xtatilgan ekan. Mana shu sababdan ham o'rnatishda ozroq qanaqadir anolar bo'ldi, cheklovlar bo'ldi. Operatsion sistemam buni уже tasdiqlanmagan loyiha, buni o'rnata olmayman dedi. Men bunda hozirroq tiriklar qilib o'rnata oldim. Agar sizlarda ham qanaqadir o'rnatishda muammolar chiqsa, bemalol gruppada yozib, gruppada savol-javoblar qilib, buni amalga oshirsak bo'ladi. Hop, video ostida men community linkini qo'yib qo'yaman. Ya'ni Odo community, Odo O'zbekiston community linkini bemalol shu orqali ma'lumotlar, savol-javoblar qilib o'zimizni muammolarimizni hal qilsak bo'ladi. Xo'p, endi PDF ga qaytamiz, reportimizga. Reportda menga ko'rinish yoqmadi. Misol uchun ketma-ket har bitta ma'lumotim o'zi bir qator bo'lishi kerak. Xuddi mana bu ustun ko'rinishda olishim kerak men. Shuni xohlayman. Shu sababdan jadval qilishga harakat qilaman. Yoki jadval emas, boshqacharoq ko'rinishda hisobotimizni nima qilsak bo'ladi? Shakllantirsak bo'ladi. Hozir mayli, jadval emasda bitta headingni o'zida virgul bilan yoki men bu qanaqadir chiziqcha qo'yib qo'yamiz, shu chiziqcha bilan natijaga erishish imkoniyatlarini ko'ramiz. Muddati, ekanlik haqida ma'lumotlar hammasi aniq bo'ladi. Va bo'ldi. Hisobotni men bitta yangilanishni Odo sezish uchun bitta o'chirib qaytadan ishga tushiraman. Va natijani ko'ramiz. Hisobotimiz tayyor bo'ldi. 8 kilobayt va kutilgandek natija bir qatorning ichida chiziqlar bilan bemalol bizga natijani beryapti. Hisobot ko'rinishida beryapti. Buni
HTML, CSSlar yordamida o'zimiz xohlagan ko'rinishga keltirib, kustomizatsiya qilib, chiroyli hisobotlarni chiqarsak bo'ladi. Ranglarini rasmlab qo'yib, stilab berib, ko'p o'zgarishlar qilsa bo'ladi. Hisobotlar bo'yicha boshlang'ich ma'lumotlar shular edi. Yana hozir viewlar bo'yicha ozroq o'zgartirishlar kiritamiz. Ham deadline'larda remaining days qo'yib qo'yaman. Misol uchun bu ham widget sifatida bo'ladi. Remaining days degan widgetdan foydalanamiz. Widgetlar nomlari esa turmasligi aniq. Esdan chiqib ketib qolish ehtimollar bo'ladi. Shu sababdan bir tekshirib qo'yish ham zarar qilmaydi. Ba'zida esdan chiqqanda. Xo'p, qani. Bu ham mana natija biz kutgandek bo'ldi. Deadline'da remaining days widgeti ishladi va shu sababdan ham ingliz tilida bu vazifa qachon bajarilishi kerak edi deadline'ni kecha degan ma'lumot beryapti yesterday ko'rinishida va undan oldingi vazifaga biz 11 kundan keyingi deadline qo'ygan ekanmiz. Konkret kundan ko'ra biz mana bunaqa remaining days qo'yganimiz bizga vazifani qachon deadline kelayotganligini inson tiliga yaqinroq ko'rinishda ma'lumot berishga yordam beradi. Bu remaining days widgeti edi. Bizda widgetlar juda ham ko'p. Qancha foydali widgetlar bor. Xo'p, bugungi darsimiz uchun yetarli hisobotlar uchun. Xudo xolasa keyingi darslarimizda hali yana rivojlantirib, hisobotlar bo'yicha ham alohida hali videolar qilamiz, katta kontentlar qilib boshlang'ich bilimlar sifatida shularni hozircha qabul qilsak bo'ladi. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha. Albatta, fikrlaringiz bo'lsa kommentariyada, agar video sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa like qo'yishni unutmang, agar ma'qul bo'lmasa dislike va albatta do'stlaringizga ulashishni ham unutmang. Salomat bo'linglar.